Rahmet bala. İsminiz? İntizar. Dadınızdan o'qishini sizningcha o'zingiz qo'lga oldingizmi? Dadam Shanxayda o'qib, jiq japalarni chekdi. Apam biz bilan birga Shanxayga berib, kunda Başlamak edip. Albatta shuna bo'ldi-da. Bo'pti balam. Siz rahmat. Xijil qilmayli, bo'ldi, xijil qilmayli. rahmat opa. Rahmat opa, dedi rahmat. Biz bugungi davrga yuz kela olishimiz kerak, keyingi davrga mas'ul bo'lishimiz kerak. Shuni o'ylab yetalisak. Durust. Uydagilar intayin qo'lida shundaqmi? Ha, uydagilar bak qo'llidimi? Ayolingiz uchun ikki og'iz gap qilsangiz bo'lmaydi. Men birinchi bo'lib uning ko'p rahmat aytaman, o'zi yo'q bugun. Nima ish deganda bir san'atkor uchun o'zining bir yaxshi ko'rgini, muhabbati bo'lsin, mayli ayoli bo'lsin, qurbonlik bermasa, bizning ishlarimiz oqsaydi. Bizni to'g'ri tushunsa, masalan, kech qolma bir ijodiyat to'g'riliq o'pi qizlar izlaydi. Nurg'un ayollar to'g'ri tushunmaydi buni. Lekin ayolim to'g'ri tushunadi. Buni hammamiz bilamiz. Hammalarning ayoli shunday bo'lsa, ham bu bo'libmi kompozitorlik kasbi eng nozik kasb dunyo bo'yicha, eng tez desammi bo'ladi. To'g'ri. Ham dunyo bo'yicha 100 kompozitor tarbiyalasa, shuning ichidan 5 ya 4 chiqadi. Kompozitor bo'la oladi. Qolganlari endi maktablarda o'qituvchi yo nazariyachi bunday bo'lib yetishib chiqadi. Ana 5 ning chiqqini bir cho'ng ish deb hisoblaydi professorlar. Oson kasb emas. Andan keyin ras boysiz degandek, men 6 yil jarayonida sizlar bilan didorlashamdim, sizlarga naqshlarni taqdim qilamdim ijodiyatlarni. Bu jihatda men nihoyat xijil. Shuna yaxshi naqshlarni yozgan bor, lekin maktabning sharoiti buningga yara bermaydi. Vaqtimiz yo'q. Bizning topshiriqimiz bakchiq. Bankovoga chiqama to'liq kurs. Buningda shuna jafo chekib o'qimasak boshqa chiqmaydi bu kasb. Ya 2 yil, 300 yil o'qib qo'ysak buning natijasi chiqmaydi. Endi sizlarga boshqa narsa aytolmadim. Birinchi o'qisa ishim chiqmaydi deb. Bir simfoniya yozib keldim. Taklamakonga qayta eshitgan. Ham buni orkestrninki o'rinlanish shaklini sizlar bilasizlar. 100 odam o'rinlamasa buni, ya'ninikini ko'rgansizlar. Biz ulardek yozolmasakmi? Yozib baqdim. Simfoniyadan bir. Sizlarga hoş keldim. Ma'lum sabablar tufayli bu taqa ro'yobga chiqmadi. Pat arada ro'yobga chiqdi, sizlar bilan didorlashadi bu. Rahmat sizlarga. Rahmat. Biz shuni tilakdoshmiz. Mahmudka, nurg'unlagan ijodiyatlaringiz bor. Endi qaysini olsak bo'lar? Bugun mana shu enalarimizni ko'rib, meniki davrdoshlarimni bor ichida. Ash yosh vaqtlarim esimga kelib qoldi. 87-yili yerim kechida yozgan bir naqsham bor. Agar sizlar yaxshi ko'rsanglar, shu davrda gece aydın gece ya bu gece salkın gece ya bu gece aydın gece ya bu gece salkın gece ya bu gece güzel gece ya ikimiz yürüyen gece
gece güzel gece ya ikimiz yürüyen gece bırak günlere şimdi bırak küllere bırak günlere şimdi bırak küllere bu gece şu gece sersan gece ya şu gece hemkin gece ya şu gece sersan gece ya şu gece hemkin gece ya şu gece cimcit gece ya seni ben kütken gece şu gece cimcit gece ya seni ben kütken gece kapkara tavlara sınırsam çöllere kapkara tavlara sınırsam çöllere bu gece aydın gece yalnız gece sersan gece Rahmat. 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 Qani Mahmud aka, sakin o'tirga. Sakin. Rahmat. Mahmud akamga bayatda qarama bir narsani his qilib qoldim. So'zigacha bundan bir so'z aytib, bundan bir so'z aytib, bundan bir kaynagan ekan. Nima uchun shunday qildi bilamsizlar? Mamayat boshqurgan. Balisichi qo'ynigan. Ya Mamayat boshqurdi. Mahmud akam balit o'qigan. Usulda. Balitda balit o'qigan. Ali To'qan. Asli usulchi. Men kasbim balitchi. Balitchi asli. Lekin balit o'qiyotgan vaqtimda maxsus pianino o'rgatgan ma'lumlar. Bu yerni tugitay deb qolganda o'qishib turib qoldim. Ash nechinchilari? 85 o'qishib keldim. Men tug'ildim. 85. 81 Şinjan san'at maktab vaqtida u. Shu balet kasbiga qabul qilindim. Dadam yig'lab turib, men san'atkor bo'laman deb. Amal yo'q, kichik. 13 yosh vaqtim. Ovozim taxi itilmagan vaqti u. Chiqadigan vaqtda u. Shuningla amal yo'q, balet kasbiga qabul qilindim. Shu o'qiyotgan jarayonda bizning Gülember Appay deydigan bir muallimim bo'lgan. Ganching o'tgan xalqaro nota bilan shuning foydasi bo'ldi hozir. Bo'lmasa baka Mahmud Sulayman bo'lib qolmaydi. Rahmat. Rahmat. Uning ustiga boyiqi naqshini anglab meningcha mishada o'tirgan ko'pinchalarimiz burungi aslimalarimizni anglab esligisi.
o'ylab ketdi deyman, ha. Shunda tashlab ketdim men ketmadicha. Ha, qaytadi bir sizdan ya. Aslan bak chiqdi-chu, shunga deyman, ketdim. Ha, yana bir. Boyaq naqshini nima deb yana bir deyman? Bu deb bo'lgan gap bo'lsa bu. Yog'anchilik qilsak bo'lmaydi, deb bo'lgan gap. Shunga deyman. Esinglarda bormiki, bayatda men deb o'tib ketdim. Uyg'ur ommabop naqshchiligining asoslarini sog'uvchilarining biri deb. Shu davrlarda Mahmud kam Dumbaqa, Dumbaqchalar. Uning ustiga rivoyat ansamblini bo'libmi Shinjongda Uyg'urlarning ichida birinchi ansambl qurgan odam. Rasm. Men qancha yosh vaqt? Ha, ya bu baletda minishdan oldidagi rasm bu. Bu 78-yil tushgan rasm. Men endi ishondim Ashapkina moda ekanligiga. Rasmi shapka kiyishmadi ekanda. Hoş ketmen şapka deb shapkamiz zaten moda edi shu. Bu Mahmud kan. Bu 5-6 yaş vaqtim bo'lishi mumkin. 6 yaş vaqtim bo'lsa 74-yili bo'lishi kerak. Ha, rasm bag'an sir kayniga inib ketib bordijmi? Kichikroq ketdi. Ha, ikki Afi vaqtim. Afi vaqtlar. Qanchinchilik? Wow, 89. Shu vaqtda Mahmuddan Mahmudjon Labaku deydi qan. Shu salom do'stlar degan deyim tushgan suratlar. Rivoyat ansambli qurilgan vaqtlar shunday. Durust. Voy, egizpan. Ava, yenim turgan G'olib Rim degan bola. Ha, to'g'ri. Guldasta degan naqshini yozgan bu. Do'stimmi? Abduzkarim yozgan. Ha, to'g'ri ya. Shu naqshning ijodiyatchisi. Shu biz bilan bir davrdosh bolalar. Mana bu yana bir parcha rasm chiqdi. Oo, mana. Mani sen to'nimaysan. Men sol taraf turgan gitarchi kim o'tunudingmi? G'ani Sala. Mana. Shu elektronlik gitarni tunji qitim shu xalqaro qoida bilan